Assalomu alaykum, musofirda yurgan vatandoshlar. Moskva, Toshkent, tushuntirib Toshkent, Moskva yo'nalishlari bo'yicha avtobuslarimiz mana Moskvadan prямо Toshkentga Sobrahimga qarab chiqib ketmoqda. Yurtdoshlar, xudo xolasa mana sizlarni endi ichilari bilan tanishtirib o'tamiz. Yurtdoshlar, komfort kabinetli avtobuslarimiz Moskvadan prямо chiqib ketmoqda mana. Shart-sharoit do'stlarga pokizaligiga o'zingizlarcha baho berib o'tasizlar yurtdoshlar. Moskva, Toshkent, Toshkent, Moskva. Sankt-Peterburg viloyatida yurgan vatandoshlar ham через Moskva bemalol Moskva orqali ketsanglar bo'ladi aziz yurtdoshlar. Ekranlarda ishonch nomerlar bo'ladi, bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana televizorlarimiz ishlaydi xudo xolasa. Mana oppoqqina chiroyli pokiza bo'lib ketilinadi aziz yurtdoshlar vatanga qarab.